Assalomu alaykum. Hop, bugun juda ham bir dolzarb masalaga taqalganmiz. Bu juda ham ko'p call keladi. Shu telefon qilishganida ko'p driverlar savol bilan chiqadi. Sizlar faqat Amazon bilan ishlaysizlarmi yoki sizlarda boshqa brokerlar ham bormi? Ko'cha bilan ishlab bilasizlarmi? Bu qo'ng'iroqlar kelgandan o'sha oxiri savol berish boshladim. Nimaga unaqa deyapsiz deb haydovchidan so'rasam, aytishyaptiki, biza kompaniyaga boramiz, bizaga lane va'da qilishadi, 12 mingdan 15 ming dollargacha ham gross va'da qilishadi. Lekin borganimizda bir hafta gross qilamiz, 12 ming dollar. Aytishyaptiki, to'g'ri. Ularni charjlari ko'proq, oladigan pullari ko'proq, to'g'ri, company fee ko'proq olishar yoki trailer fee olishar yoki administration fee olishar ko'proq, lekin gross ko'proq qilishar, ko'proq qilamiz, rate bermaydi ham ko'proq qilamiz degan javob aytishadi. Bitta tomoni borki, ular borgan kompaniyasida ko'radigan muammosi bu, misol yuk berishadi, liniyani yuki 12 soat oldin yoki 10 soat oldin plan qilingan, lekin o'sha yuk cancel bo'ladi. Nimaga? Amazon chunki cancel qilgisi keladi. Nimaga degan savollar juda ham ko'p bo'ladi. Amazonning sistemasida agar ularda o'sha volume, hajm, yetarli hajm bo'lmasa, ular prosta yukingizni cancel qiladi. Agar 3-4 soat oldin cancel qilsa, hech qanaqa sizga tonu ham bermaydi. Xo'p, endi bu masalaga nimaga taqalyapmizki? Chunki o'sha haydovchilar, bizga telefon qiladigan haydovchilarning muammosi bitta narsada. Ular boradigan kompaniya va'da berishadi 12 ming 15 ming dollar, lekin borganida o'sha 12 ming dollar gross qiladi birinchi haftasi, keyingi haftasi 4 ming qiladi, keyingi haftasi 5 ming, oxiri o'zi norozichiliklarga to'g'ri keladi. Norozichiliklar boshlaganda o'zi haydovchi nima qiladi? Yangi kompaniya qidirish boshlaydi. O'shuning uchun bizga bu savol kelganda, sizlar faqat Amazon bilan ishlaysizlarmi deganda biz javob beramizki, yo'q. Bizning kompaniyamiz 5 yillik kompaniya, Amazonimiz ochiq. Bizda juda ham katta brokerlar bilan aloqalarimiz bor. Juda ham katta brokerlardan aytganimda Schneider, JB Hunt faqat 360 board emas, JB Hunt private board ham bor. Uni ko'pchilik biladimi, bilmaydimi, lekin bilamanki ko'p kompaniyalarda yo'q bu narsa. JB Hunt private boardda sizlarda broker yo'q o'rtada. Customer bilan, o'sha zakazchik bilan birga bir ishlaysizlar. Bu ko'p kompaniyada yo'q, oddiy 360 board bor, 360 deb nomlanadi. O'sha yerda brokerdan olasiz, boardni o'zidan olasiz, lekin private board ko'pchilikda yo'q. Xo'p, Schneider, JB Hunt, US Express, Knight Swift bu top Amerikadagi kompaniyalar. U kompaniyalarda faqat trailerlar yuklamas, drop and hook yuklar ham bor. Faqatgina o'sha live loading, live unloading qilmaysiz, shu drop and hook bilan ham ishlaydigan yuklari bor. Bizda shu brokerlar bilan katta aloqalar bor. O'zi asosan umumiy qilib aytganda bizani kompaniyamiz katta brokerlar bilan ishlaydi. O'sha ishla bilgani uchun biz har bitta kelayotgan haydovchiga bemalol aytib bilamizki, kelasiz kompaniyamizga 8 ming dollar gross, 2 dollardan minimum. Endi sezon yaqinlashyapti deb boshqa bir har xil nimalar kelish mumkin. To'g'ri, sezon yaqinlashayotganiga undan ko'proq bo'ladi. Sezon bo'lmaganida ham, hozirgi vaqtda ham, bundan 3 oy oldin ham, bundan 6 oy oldin ham men har bitta haydovchiga aytib bilganmanki, 8 ming dollar minimum 2 dollardan gross garant berib bilamiz. Bu minimum. Agar bozor ko'tarilsa, undan ko'p qilasiz. Yoki yaxshi haydasangiz ham undan ko'p qilasiz. Lekin shu minimum 8 ming dollar garant deganim bu prosta kelasiz, agar 8 ming dollar qila olmasangiz, uzr, 8 ming dollar qila olmadingiz bu hafta, mayli, keyingi hafta 8 ming dollar qila olasiz degan javob olmaysiz. 8 ming dollar gross garant qilsam, kompaniyaga kelib, agar siz bir hafta ishlab dispetcher xatosi deb 8 ming dollar gross qila olmasangiz, o'sha kunni o'zida telefon qilasiz. Biz o'sha haftangizni analiz qilamiz. Analiz qilganimizdan keyin agar dispetcher xatosi bo'ladigan bo'lsa, aytaylik siz 7 ming dollar gross qildingiz. Agar dispetcher xatosi bo'lsa, biz o'sha kompaniya fee, bizda Amazon 12%, ko'cha yuklari 13%, страховка uchun 400 dollar и 100 dollar administration fee. То есть bizda 500 dollar общий sizni xarajatlaringiz bo'ladi, и plus kompaniya feelari 12% bilan 13% bo'ldi. Agar o'sha hafta 8 ming emas, 7 ming qildingiz, telefon qilib shu narsani aytsangiz, dispetcher xatosi bo'lsa, o'sha yerda biz kompaniya feeni 10% tushirib beramiz. Agar 2-3 kun yuksiz qolib ketdingiz, dispetcher xatosi sizni xatga tortib qo'ydi, qolib ketdingiz o'tda. Vaholanki bu sizni xatoingiz emas, dispetcher sizni tortdi, olib chiqib bilish kerak edi u yoqdan, lekin olib chiqa olmadi. O'shanaqa holatda nima bo'ladi? Siz telefon qilasiz, kerak bo'lsa shu kompaniya feeni
teng yarimiga 7% ga ham 6% ga ham tushirib beramiz. Bu bizning kompaniyamizni yana bir marta dalil qilib beradiki, siz agar yutqizsangiz, sizda shu narsa yutqizish bo'lyapti, siz yetarlicha foyda ko'ra olmayapsiz, sizni shu yutqizayotganingizga biz ham sherik bo'lamiz. Faqat yutishingizga emas, faqat shu 8 ming, 10 ming qilib faqat foyda olishingizga emas, biz o'sha zararingizga ham sherik bo'lamiz. Yana bir narsani aytib o'tmoqchimanki, sizlar kompaniyaga kelganlardan keyin birinchi kuningizda sizlarga dispetch menejer telefon qiladi. Sizlardan so'raydi, qayerga borasizlar, qayerga bormaysizlar. Qanaqa yukli o'zi ma'lumot. O'sha ma'lumot bizning kompaniyamizda, bilmayman boshqa kompaniyalarda bormi, yo'qmi, lekin bizning kompaniyada har bitta dispetcher oldida bord ochiq bo'ladi. O'sha Excel bordda har bitta haydovchini qayerga borishi, qayerga bormasligi umumiy ma'lumotlari yozilgan bo'ladi. Bu nima uchun qilinadiki, juda ham ko'p kompaniyalarda, juda ham ko'p driver bilan dispetcher o'rtasida muammolar duch keladi. Muammo nimada desanglar, haydovchi dispetcher tushunmagan, dispetcher haydovchini tushunmagan. Nimaga bu narsa bo'lgansa, o'sha birinchi, hamma gap o'sha birinchi kolda. Birinchi telefon qilinganida haydovchidan ma'lumot so'rab oladi dispetch menejer. Lekin dispetch menejer o'sha narsani dispetcherga tushuntiradi. O'sha ma'lumotlarning ichiga nimalar kiradi? Qayerga boradi, qayerga bormaydi. Qanaqa yuklar oladi, qanaqa yuklar olmaydi. Qaysi vaqt haydaydi, qaysi vaqt haydamaydi. Bu juda ham muhim ma'lumotlar. Nimaga ertaga driver bilan dispetcher, haydovchi bilan dispetcher o'rtasidagi muloqot, ishlash protsessi buzilishi kerak emas. U chunki bir marta buzilgandan keyin u qaytib tiklanishi juda ham qiyin. Shu uchun biz shu narsalarni, shu sistemani qurishda shu faktorlar bilan foydalanamiz. Chunki haydovchi mazza qilib ishlash kerak, chunki haydovchining o'zi ishi qiyin, yo'lda yuradi, stress kam bo'lishi kerak, stress bo'lmasligi kerak. Shu sharoit yaratishga biz maksimalni butun komandamiz bilan ishlaymiz. Xo'p, dispetch menejer u ma'lumotni olganidan keyin o'sha bortiga yozib qo'yadi. Ana undan keyin o'sha siz haydovchi, siz dispetcher bilan birga ishni boshlaysizlar. Bizning kompaniyamizdan plus tomon juda ham ko'p haydovchi bu narsaga juda ham katta muammo chiqib keladi. Nimaga? Ko'p haydovchi nechta videolar chiqdi. Dispetcherlar, iltimos, sizlarga tayyor bo'lgan vaqtimizdan, shu ready vaqtimizni aytamiz, lekin undan keyin 10 soat, 12 soat kutamiz. Ana o'sha muammo bizning kompaniyamizda yo'q. Savol nimaga yo'q? Chunki bizning dispetcherlar hammasi prebook bilan ishlashadi. Prebook bilan deganimda, dushanba kuni ishni boshlaysiz. O'sha birinchi yukingizni 2 soat, 3 soat kutarsiz, lekin undan keyin chorshanba, payshanbagacha o'z yuklaringiz chain uslubida prebook qilinadi. Ketiga ulab o'z yuklaringiz tayyor bo'ladi. O'zi bilasiz qayerga ketyapsiz, nima qilyapsiz. Misol uchun uyingizdan o'tib ketayotgan bu joyingiz bo'lsa, misol uchun yana bitta plus tomoni. Sizni vaqtingiz Amazonga o'xshagan har bir minutda qolgan emas. To есть ozgina o'tda dispetcher bilan muloqotingiz yaxshi bo'lsa, dispetcherga aytasiz, iltimos, men uyimga shuna 2 soat, 3 soatga ovqat olsam, olishim kerak. O'shanga to'g'rilab beringlar desangiz, 3 kun, 4 kun oldin aytsangiz, o'shanga to'g'rilab siz o'sha shtatdan o'tadigan qilib, uyingizga kirib chiqadigan sharoitni ham yaratib berishadi. Ana o'sha joyda bizda kutish vaqti yo'q. Bir kunning ichida 2-3 kun vaqtingizga o'sha 2-3 kun oldinga yuklab qo'yiladi. Mana shu narsasini ham ko'p haydovchilarimiz yaxshi ko'rishadi, shu narsa uchun kompaniyamizga kelishadi. Va oxirgi narsa bu, siz kompaniyaga kelganingizdan keyin o'zingiz orqangizdan 4 ta haydovchi olib kelsangiz, biza kompaniya fini 2% ga tushirib beramiz. 4 ta haydovchining orqasidan yana 3 ta haydovchi olib kelsangiz, biza kompaniya fini yana 2% ga tushirib beramiz. Bu degani siz 7 ta haydovchi olib kelyapsiz, 4% kompaniya finidan tushirib beramiz. 4% degani 1 yil ichida bu $15,000 degani. Minimum $15,000. Bu $15,000 prosta tasavvuringiz uchun siz yo uyingizga olib ketasiz, yo o'zingiz cho'ntagingizga qoladi aytmoqchi bo'lgan, bu sizni bonusingiz. Vaholanki siz haydovchini o'zingiz orqangizdan olib kelishingiz uchun bittagina narsa kerak, bu rezultat. Kelasiz 2 hafta ishlaysiz. 2 hafta ishlaganingizdan keyin bu narsalar sizga to'g'ri kelsa, keyin siz kimgadir o'sha narsani ravo ko'rib, kimgadir o'sha narsani taklif qilasiz. Bizda escrow, mana hamma kompaniyada escrow degan ma'lumot bor, escrow degan so'z bor. Bu o'sha depozit kompaniyalar olib qolinadi. Nimaga? Shu nimadir agar bo'lib qolsa, o'sha siz depozitingiz, kompaniya depozitingiz o'sha narsani qoplash uchun. Bizning kompaniyada, yana bir marta aytaman, bizning kompaniyada siz kelasiz kompaniyamizga 2 hafta escrow olinmaydi. Siz rezultat ko'rishingiz uchun. Siz natija o'sha biza va'da bergan natijani ko'rasiz. Ana undan keyin
xohlasangiz odam olib kelasiz. Ana undan keyin o'sha depozit degan narsa olib qolinadi. Har haftalik o'sha depozit bo'lib olib qolinadi. Ungacha hech qanaqa depozit olib qolinmaydi. Aldab chaqirib olib, katta va'dalar berib, "Men aytsam bo'ladi, bemalol 10 ming dollar qilib beramiz." Bor haydovchilar 10 ming qilayotgan ham, 11 ming qilayotganlari ham bor, 12 ming qilayotganlari ham bor. Aralash Amazon onlayn ham qilishadi, ko'cha yuklay ham, drop. Asosiysi kutish vaqti yo'q. Shu narsadan men spokойно bemalol ayta olamanki, men bemalol ayta olaman, kutish vaqti yo'q. Bizda aralash hamma brokerlar bilan ishlanadi. Bitta brokerga ishonib qolingan joyi yo'q. O'shaning evaziga biz va'da bera olamiz, 2 hafta kelasiz, 2 hafta o'sha o'zingiz tajriba o'tkazishingiz uchun depozit olib qolinmaydi. Undan keyin o'sha orqangizdan odam olib kelasizmi, boshqa qilasizmi? Kompaniyamiz oila a'zosi bo'lib ishlaysiz. Rahmat.